3 yil avval olgan bilimimni bugun qo'llayapman. O'shanda qanchalik muhimligini bilmagan ekanman. Qizlar, sizlar bilan bitta patonni bo'lishmoqchiman. Hozir bu joyda komplekt kartaj bilan foydalanib, ikkinchisi bu bahramat tikishdan oldin mana bu knopkani qanaqa vazifada pardaga tikish uslubini ko'rsatib beraman. Mana bu bahramat bilan bo'lganda olib tikish uslubi. Uchinchisi shu pardada komplekt kartaj va knopka tikilgan holatida kruazan fasonini ham modellashtirib, parda o'zida ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Bu o'zini kartaji. Mana 5 metr tushirmas tikilgan. Amerikanskiy kartajda tikib tayyor qilingan, faqat old tarafiga bahramat tikamiz va knopkali lentamizni tikamiz. Uchinchisi shu kruazan fasoni uchun bu yerda o'zini kartaji tikiladi. Mana bu joyda mana sxemaga solingan, men o'zim ishxonamdagi tayyor pardani amerikanskiy kartaj, ya'ni komplekt kartaj bilan ishlangan jarayonda tayyor tikilgan variantni hozir shu tikilgan pardamizga chizib ko'rsatib beraman. Bu uchinchi ishlatayotgan uslubimiz shu kruazan mexanizmini kartajini tikish jarayoni ko'rsatiladi. Mana bu taraf tikilmagan. Hozir o'zi aslida knopkani bir tomoni tikilgan bo'lish kerak edi, lekin biz hozir chizmani chizib olamiz. Qizlar, mana bo'yiga 50 sm tepaga chiqamiz. Bu vertikal va gorizontal 50 sm tekis yurib olamiz va shu joydan 50 sm belgilagan joyimizdan to'g'ri lineyka chizig'ida kartaj tagidan chizib olib boriladi. Hozir buni chizib sizlarga ko'rsatib beraman. Qizlar, mana shu joydan, eng uzun chiqqan joydan 50 sm ga belgilab boramiz. Mana shu chiziq. Va gorizontal ham 50 sm shu joydan yuramiz. Mana shu chizig'ini belgilab olamiz. Va mana shu nuqtadan kartaj to'g'risigacha chizib olamiz. Mana 50 sm bunaqasiga gorizontal va vertikal chizib olingan holatda, mana belgilangan holatda shu joydan mana shunaqasiga chizib oldik. Mana. Kartaji tagiga keldi mana. Endi buni tikib olamiz. Mana bu knopkani chiqib turgan tarafini har doim pardani o'ziga, bahramat tarafga esa mana bu tekis tomonini tikib olamiz. Mana. Shu joyda bahramamizga lentali kley yopishtirib olamiz dazmolda. Keyin esa knopkali lentamizni bir tomonini bahramat tomonga yopishtirib olinadi. Knopkali lentamizni bir tomonga, parda tomonga tikib oldik, ikkinchi tomonga esa kleyli lentada yopishtirib oldik. Sababi bahramamiz o'ta qalin va naqshlari ustida choklarimiz bir tekis tushishi uchun yopishtirib oldik. Xohishingizga ko'ra xohlasangiz yana bir bor ustidan chok yurishingiz mumkin. Endi navbat kruazan fasonimizni kartajini tikib olamiz. Kartajning uchidagi har bitta ilgaga, o'sha boshi tomoniga ilgak tomonini to'g'rilab tikib olishimiz kerak. Sababi ipini tortganda shu joyi osilib qolmasligi uchun. Kartajimizni avval bir tomoni, keyin ikkinchi tomonini to'liq tikib olamiz. Sal qolsa yodimdan ko'tarilardi. Bozorga kelgan yangicha iplik kurchog'imiz, har qanday relis karniz uchun ishlaydigan zo'r iplik kurchog'imiz kelgan va uni o'zi uchun alohida kurchoklarini ham alohida qo'shimchasiga sotib olasiz. Sababiki bu aynan 6 sm iplik kurchog'imizning tarelkasi kattaroq va plus o'zini ilgi, ya'ni kiyim kurchog'lar bilan birgalikda ishlasangiz, hamma karnizlarda maza qilib ishlatasiz.